Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, har bir pensiya oluvchi fuqaroni bevosita qiziqtiradigan masalani muhokama qilamiz. Agar siz ham pensiyangizni bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, ushbu videoni bir daqiqa ham o'tkazib yubormang. Bu axborot nafaqat sizni muammolardan xalos qilishi, balki moliyaviy barqarorligingizni ham saqlab qolishi mumkin. Chunki bugundan boshlab pensiyaga oid ayrim bank operatsiyalariga yangi cheklovlar joriy etilmoqda. Ulardan bexabar bo'lish qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling. Bu videoga like bosing va xabardorlikni maksimal darajaga chiqaring. Bu sizning moliyaviy xavfsizligingiz uchun eng muhim qadamdir. Keling avvalo eski tartib qanday bo'lganini va hozir nima o'zgarganini aniq tushunib olaylik. Ilgari ko'pchilik pensionerlar o'z pensiya kartalarini deyarli istagancha ishlatishi mumkin edi. Ya'ni bu kartalar oddiy debet karta kabi faoliyat yuritardi. Unga pul tushirishingiz, kechib olishingiz, boshqalarga o'tkazishingiz yoki to'lovlar amalga oshirishingiz mumkin edi. Va aksariyat hollarda bu operatsiyalarga hech qanday qo'shimcha e'tibor berilmasdi. Banklar va tegishli davlat organlari faqatgina noqonuniy deb topilgan yirik miqdordagi operatsiyalargagina e'tibor qaratardi. Asosan pensiya kartasi shunchaki pul saqlash va undan foydalanish vositasi edi. Ammo azizlar, vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qonun hujjatlari endilikda pensiya kartalariga tushadigan mablag'larning manbasini, ularning harakatini, ya'ni kirim va chiqim operatsiyalarini avvalgidan ko'ra qattiqroq nazorat qilishni talab qiladi. Buning asosiy sababi uchta: birinchidan, fuqarolarning pensiya kartalari orqali noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish holatlari ko'payganligi. Ya'ni ayrim shaxslar o'z pensiya kartalarini savdo-sotiq yoki xizmat ko'rsatishdan keladigan daromadlarni qabul qilish uchun ishlatganlar. Ikkinchidan, shubhali pul yuvish operatsiyalari va terrorizmni moliyalashtirish kabi jinoyatlarning oldini olish. Va uchinchidan, pensiya kartalariga kelib tushadigan mablag'larning soliqqa tortilishi lozim bo'lgan qismini aniqlash. 0. Pensiya faqatgina davlat tomonidan to'lanadigan ijtimoiy to'lov bo'lib, unga boshqa manbalardan kelib tushadigan mablag'lar soliq kodeksi talablariga muvofiq soliqqa tortilishi kerak. Endilikda pensiya bilan bog'liq bo'lmagan, kutilmagan, yirik yoki muntazam pul o'tkazmalari nazoratga olinadi. Bu esa afsuski, ko'plab pensionerlarimiz uchun oldindan noma'lum bo'lgan ba'zi cheklovlarni keltirib chiqarmoqda. Xo'sh, bu yangi cheklovlar kimlarga taalluqli va kimlar xavotirlanishi kerak? Keling, har bir jihatni batafsil tahlil qilamiz. Birinchidan, pensiya kartasiga doimiy ravishda pensiya summasidan sezilarli darajada oshiq pul mablag'lari kelib tushadigan shaxslar. Agarda sizning kartangizga har oyda, masalan, 20 million so'm pensiya tushsa-yu, ammo kartaga doimiy ravishda haftasiga bir necha marotaba 5-10 million so'm yoki undan ko'proq miqdorda noma'lum shaxslardan pul o'tkazmalari kelib tushsa, bank tizimi va tegishli organlar bu holatga shubha bilan qaraydi. Zamonaviy bank tizimlari avtomatik monitoring dasturlari orqali bunday operatsiyalarni darhol aniqlaydi. Misol uchun, yetim yoshli Omon amaki har oy 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. Ammo uning pensiya kartasiga har hafta 3-4 ta har xil shaxsdan, ular orasida u tanimaydiganlar ham bor, 2 million, 3 million, 3 million so'm kabi summalarda o'tkazmalar kelib turadi. Bir oyda jami 20 million so'm pul aylanmasi yuzaga keladi. Omon amaki bularni o'g'li chet eldan yuboryapti deb o'ylasa ham, bank tizimi uchun bu harakatlar shubhali ko'rinadi. Chunki ular tijorat faoliyatiga o'xshaydi. Davlat bu daromadlardan soliq tushumlarini kutadi. Bunday holatda Omon amakining kartasi birinchi bo'lib bloklanishi mumkin. Karta bloklansa, uni pensiyasini yechib ola oladi. Na do'konda to'lov qila oladi, na kommunal to'lovlarni amalga oshira oladi. Bu esa yashash uchun zarur xizmatlardan mahrum bo'lish degani. Ikkinchidan, pensiya kartasidan muntazam ravishda katta miqdordagi naqd pul yechib oladiganlar. Faraz qilaylik, 65 yoshli Ra'no xola har oy 900 ming so'm pensiya oladi. U pensiya tushishi bilan bir kun ichida shu 900 ming so'mni bankomatdan yechib olsa muammo bo'lmaydi. Ammo agar Ra'no xolaning kartasiga noma'lum manbadan 25 million so'm tushsa va u buni bir necha marta qismlarga bo'lib yoki birdaniga yechib olsa, bu darhol nazoratga olinadi. Banklar ayniqsa 5 million so'mdan ortiq summalarni naqdlashtirishda ma'lumotlarni soliq organlariga avtomatik tarzda yuborishi mumkin. Bu mablag'ning kelib chiqish manbasini tekshirishni talab qiladi.
Agar bu mablag'ning kelib chiqishi qonuniy asosda tushuntirilmasa, Ra'no xolaga nisbatan savollar tug'ilishi va hatto uning kartasi vaqtincha bloklanishi mumkin. Kartaning bloklanishi bir necha kun, hatto haftalab davom etishi mumkin. Bu esa pensioner uchun juda katta noqulayliklar tug'diradi. Uchinchidan, o'z pensiya kartasini uchinchi shaxslarga foydalanish uchun bergan pensionerlar. Bu juda keng tarqalgan, ammo juda xavfli holat. Ko'plab bobo va buvilarimiz o'z kartalarini farzandlari yoki nabiralariga berib qo'yishadi. Ular esa bu kartani o'zlarining shaxsiy xaridlari, to'lovlari, hatto mayda biznes operatsiyalar uchun ham ishlatishadi. Masalan, 75 yoshli Gulnora buvi o'z pensiya kartasini nabirasiga berdi. Nabirasi esa shu kartani internet magazindan mahsulotlar sotib olish, kichik tovarlarni sotish orqali tushgan pulni qabul qilish uchun ishlatmoqda. Kuniga 15 ta kichik o'tkazmalar kelib tushishi, har bir o'tkazma ertalabdan kechgacha amalga oshirilishi, bularning hammasi bank tizimi uchun tadbirkorlik faoliyati belgisini beradi natijada. Gulnora buvining kartasi bloklanadi va u pensiyasini ola olmay qoladi. Eng yomoni, bu holatda pensiya oluvchi shaxsning o'zi javobgar hisoblanadi. Keyin Gulnora bu bankka borib, bu nabirasining ishi ekanligini tushuntirishi kerak bo'ladi. Bu esa qo'shimcha qog'ozbozlik, vaqt va asab talab qiladi. Shuningdek, kartangiz orqali juda ko'p tranzaksiyalar qilsa, haftasiga 20-30 ta o'tkazma. Bank tizimi buni ham nazoratga oladi. Shuningdek, bank kartasiga muntazam ravishda xorijdan keladi degan katta miqdordagi valyuta o'tkazmalari ham diqqat markazida bo'ladi. Agar sizning chet elda ishlaydigan o'g'lingiz yoki qizingiz muntazam ravishda sizning pensiya kartangizga katta miqdorda valyuta o'tkazib tursa, bu mablag'larning manbai va maqsadi haqida ma'lumot talab qilinishi mumkin. Masalan, bir oydagi umumiy o'tkazmalar summasi 3 million so'mdan oshsa, bu harakat bankning ichki xavfsizlik tizimi uchun signal bo'lishi mumkin. Xorijdan kelayotgan har qanday mablag'lar valyuta nazorati ostida bo'ladi va ularning maqsadi aniq bo'lishi shart. Bu pullar sovg'a bo'lsa ham miqdori kattalashgani sari soliq kodeksi bo'yicha daromad hisoblanishi mumkin. Soliq organlari ushbu mablag'lar bo'yicha daromad solig'i hisoblash masalasini o'rganishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, pensiya kartasi faqatgina pensiya olish uchun mo'ljallangan ijtimoiy karta ekanligini unutmang. Unda pensiya bilan bog'liq bo'lmagan katta miqdordagi muntazam yoki shubhali operatsiyalarni amalga oshirishdan cheklanish lozim. Aks holda siz nafaqat moliyaviy muammolarga, balki ortiqcha qog'ozbozlik va stressga ham duch kelishingiz mumkin. Albatta, har qanday qoidaning o'z istisnolari va murakkab jihatlari bo'ladi. Keling, ushbu yangi cheklovlar doirasida qanday istisnolar mavjudligini va qanday nozik jihatlarga e'tibor berish kerakligini ko'rib chiqaylik. Birinchidan, yirik pul o'tkazmalarining qonuniy asoslari. Agar sizning pensiya kartangizga bir martalik katta summa, masalan 7 million so'm yoki undan ko'proq pul tushsa va bu pulning manbai aniq va qonuniy bo'lsa, xavotirlanishga hojat yo'q. Bunday holatlar qatoriga mulk sotishdan tushgan mablag'lar, kvartira, avtomobil, yer uchastkasi sotish, meros qilib olingan mablag'lar, yirik sovg'alar, yaqin qarindoshlar tomonidan to'y uchun yoki kasallik tufayli berilgan moddiy yordam yoki qarzni qaytarish kiradi. Bunday vaziyatlarda agar bank tomonidan savollar tug'ilsa, siz tegishli notarial tasdiqlangan hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Masalan, oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, sovg'a shartnomasi va boshqalar. Muhimi, bu hujjatlar rasmiy va qonuniy kuchga ega bo'lishi shart. Bank bu hujjatlarni soliq organlariga ham taqdim etishi mumkin va agar barcha hujjatlar joyida bo'lsa, hech qanday muammo yuzaga kelmaydi. Aksincha, hujjatlar bo'lmasa, ishingiz qiyinlashishi, hatto jarimaga tortilishingiz ham mumkin. Ikkinchidan, banklar va soliq organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi. Banklarning avtomatlashtirilgan tizimlari barcha shubhali operatsiyalar haqidagi ma'lumotlarni soliq qo'mitasiga avtomatik tarzda yuborishi mumkin. Soliq qo'mitasi bu ma'lumotlarni tahlil qilib, agarda sizning kartangizga kelib tushgan pullar yuzasidan soliq majburiyatlari yuzaga kelganligini gumon qilsa, sizni chaqirishi mumkin. Soliq kodeksiga ko'ra, agar daromadingiz faqat pensiyadan iborat bo'lsa, siz soliqqa tortiluvchi subyekt hisoblanmaysiz. Ammo kartangizga boshqa daromadlar kelib tushsa, soliq organlari bu mablag'lar yuzasidan daromad solig'i hisoblash masalasini o'rganishi mumkin. Shuning uchun har qanday qo'shimcha daromad manbalari bo'yicha hujjatlarni saqlash va ularni tushuntirishga tayyor turish juda muhimdir.
Kartangizga o'tkazilgan pul mablag'lari kim tomonidan yuborilganini va qanday maqsadda yuborilganini aniq bilishingiz va bu haqda ma'lumot bera olishingiz talab etiladi. Uchinchidan, pitfalls deb ataladigan, ya'ni kutilmagan holatlar. Ba'zan pensionerlar o'zlarining pensiya kartalaridan internetda biror mahsulot sotib olish uchun foydalanishlari mumkin. Ammo bu to'lov xorijiy valyutada amalga oshiriladi. Yoki ular onlayn o'yinlar, garov tikish saytlari kabi shubhali resurslarga pul o'tkazishadi. Bunday operatsiyalar ham bankning xavfsizlik tizimi tomonidan noqonuniy yoki shubhali deb topilishi mumkin. Chunki ular valyuta nazorati va qimor o'yinlariga oid qonun hujjatlariga zid kelishi mumkin. O'zbekiston Respublikasida qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar taqiqlangan. Natijada sizning kartangiz bloklanishi, mablag'laringiz muzlatilishi va hatto jinoiy javobgarlikka tortilishingiz ehtimoli bor. To'rtinchidan, bir necha bank kartalari. Agar sizda bir nechta bank kartasi bo'lsa va ularning biriga pensiya tushsa-yu, qolganlarga boshqa manbalardan pul kelib tushsa, bu holatda har bir karta alohida tekshiriladi. Banklar sizning barcha kartalaringizdagi umumiy operatsiyalar haqida ma'lumot almashishi mumkin. Ammo agar sizda ikkinchi karta, masalan, oylik maosh kartasi bo'lsa va unda qonuniy daromadlar aks etsa, bu muammo emas. Muhimi, pensiya kartasini boshqa maqsadlarda ishlatmaslik. Ba'zi oilalarda pensiya oluvchining kartasiga qo'shimcha karta ochiladi. Bu kartani boshqa oila a'zosi ishlatadi. Bu ham juda xavfli. Chunki operatsiyalar baribir pensiya oluvchining nomida qoladi va unga nisbatan shubha uyg'otishi mumkin. 5-dan, bankning ogohlantirishlari. Agar sizning kartangizda shubhali operatsiyalar aniqlansa, bank siz bilan bog'lanishi va tushuntirish talab qilishi mumkin. Bu ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirmang. Ularga o'z vaqtida javob berish, talab qilingan hujjatlarni taqdim etish juda muhimdir. Agar siz bankning talablarini bajarmasangiz, kartangiz bloklanishi va mablag'laringiz muzlatilishi mumkin. Bu esa pensiyangizni olishda katta qiyinchiliklar tug'diradi. Ba'zi hollarda hatto sud orqali isbot talab qilinishi mumkin. Eng muhim nuansi shuki, davlat pensiya tizimi ijtimoiy himoya vazifasini bajaradi va bu mablag'lar faqat pensionerlarning turmushini ta'minlashga qaratilgan. Shu sababli unga boshqa iqtisodiy faoliyatning yukini yuklash, shu orqali soliqdan qochish yoki pul yuvish kabi harakatlar qattiq nazoratga olinadi va qonun bilan ta'qib qilinadi. Buni tushunish va qoidalarga rioya qilish har bir pensionerning majburiyatidir. Chunki bu o'z moliyaviy barqarorligini va xavfsizligini ta'minlashning kalitidir. Xo'sh, aziz do'stlar, bu holatda nima qilish kerak? Keling, aniq amaliy tavsiyalarni birma-bir ko'rib chiqamiz, toki siz muammolarga duch kelmasangiz. Birinchi va eng muhim qadam, pensiya kartangizni faqat pensiya olish va shaxsiy ehtiyojlaringizni qondirish uchun ishlating. Boshqa hech qanday tadbirkorlik faoliyatiga oid operatsiyalarni, hatto mayda chuydalarni ham bu karta orqali amalga oshirmang. Agar farzandingiz yoki nabirangizga pul o'tkazishingiz kerak bo'lsa, pensiya mablag'ini yechib olib, unga boshqa bank kartasi orqali o'tkazing yoki unga alohida debet karta ochib bering. Bankka borib, universal debet karta ochish haqida so'rang. Bu karta orqali sizga kelib tushadigan har qanday mablag'larni qabul qilishingiz va undan bemalol foydalanishingiz mumkin. Shunda pensiya kartangizga hech qanday shubha tushmaydi. Pensiya kartasini hech kimga berib qo'ymang. PIN kodini sir saqlang va hech kim bilan baham ko'rmang. Chunki bu sizning moliyaviy xavfsizligingizga tahdid soladi. Ikkinchi qadam, agar kartangizga pensiyangizdan tashqari boshqa manbalardan katta miqdorda pul kelib tushish kutilayotgan bo'lsa, masalan, mulk sotishdan, merosdan yoki katta sovg'adan, bu haqda o'z bankingizga oldindan xabar bering. Bankka pulning manbasini tasdiqlovchi hujjatlarni, notarial tasdiqlangan oldi sotish shartnomasi, meros guvohnomasi, sovg'a shartnomasi, qarz shartnomasi va hokazo taqdim eting. Bank xodimlari sizga qanday hujjatlar kerakligini aniq aytishadi. Bu harakat sizni kelajakdagi tushunmovchiliklar va kartang bloklanishidan himoya qiladi. Uchinchi qadam, muntazam ravishda kartangizdagi operatsiyalar tarixini tekshirib turing. Har oy bank ilovasi, mobil banking orqali yoki bankomat cheklari yordamida kartangizdagi kirim-chiqim operatsiyalarini ko'rib chiqing. Agar siz mobil ilovadan foydalana olmasangiz, bank filialiga borib, operatsiyalar to'g'risida ko'chirma olishni so'rashingiz mumkin. Agar siz bilmagan yoki shubhali operatsiyalar mavjud bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. 4-qadam. Agar soliq organlaridan yoki bankdan sizning kartangizdagi operatsiyalar bo'yicha so'rov xati
yoki chaqiruv kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Zudlik bilan murojaatda ko'rsatilgan organga boring va barcha kerakli tushuntirishlarni bering. Agar sizdan hujjatlar talab qilinsa, ularni to'plab taqdim eting. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Bu avvalo pasport, pensiya guvohnomasi. Agar katta pul kelib tushgan bo'lsa, uning manbasini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, sotilgan uyning shartnomasi, meros guvohnomasi, kredit shartnomasi, hatto rasmiylashtirilgan qarz tilxati va boshqalar bo'lishi mumkin. Agar sizga yordam kerak bo'lsa, yaqinlaringizdan yoki yuridik maslahatchilardan yordam so'rashdan tortinmang. 5-qadam. Agarda pensiya kartangiz bloklansa, vahimaga tushmang. Birinchi navbatda o'z xizmat ko'rsatuvchi bankingizning mijozlariga xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga shaxsan boring. Vaziyatni tushuntiring va kartangizning bloklanish sababini aniqlang. Bank xodimlari sizga keyingi qadamlar bo'yicha ko'rsatma berishadi. Ko'pincha bu shunchaki tushuntirish talab qilish yoki biror hujjat taqdim etish bilan hal bo'ladi va karta bir necha ish kuni ichida qayta faollashadi. Ammo ba'zi murakkabroq hollarda bloklanish jarayoni bir necha hafta yoki oyga cho'zilishi mumkin. Agar bank sizga yordam bera olmasa, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ishonch telefoniga murojaat qilishingiz mumkin. 6-qadam. Agar sizning oila a'zolaringiz yoki boshqa yaqinlaringiz sizga moddiy yordam ko'rsatishni istashsa, ulardan to'g'ridan-to'g'ri naqd pul shaklida olishni yoki o'zingizning oddiy debet kartangizga, agar pensiya kartasidan farqli o'laroq alohida kartangiz bo'lsa, o'tkazishni so'rang. Pensiya kartasi bu maqsadlar uchun eng xavfli vosita hisoblanadi. Yoki ulardan bank orqali rasmiy sovg'a pul o'tkazmasi shaklida jo'natishni so'rang. Bunda jo'natish maqsadida moddiy yordam yoki sovg'a deb ko'rsatilsin. Barcha operatsiyalaringiz shaffof va tushunarli bo'lishiga harakat qiling. Bu oddiy, ammo juda muhim tavsiyalar sizni ko'pgina muammolardan xalos qiladi va moliyaviy tinchligingizni ta'minlaydi. Har doim qonuniy talablarga rioya qilishga intiling va shubhali operatsiyalardan uzoqroq bo'ling. Azizlar, bugungi videomizda biz pensiya kartalariga nisbatan joriy etilayotgan yangi cheklovlar, ularning sabablari, kimlar xavotirlanish kerakligi, qanday istisno holatlari mavjudligi va eng muhimi, bunday muammolardan qanday qochish bo'yicha batafsil ma'lumot berdik. Esingizda bo'lsin, davlat pensiya tizimining maqsadi pensionerlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashdir. Shu bois bu kartalardan qoidaga zid foydalanish qonuniy javobgarlik olib kelishi mumkin va sizni moliyaviy qiyinchiliklarga duchor qilishi mumkin. Sizning moliyaviy xavfsizligingiz biz uchun muhim. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agarda sizda bu borada biron bir savol yoki shaxsiy tajriba bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda qadrli. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.